Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, mehmonlari. Bugungi video darsimizda Windows operatsion tizim turlari va bir-biridan farqi va kamchilik va yutuqlar haqida gaplashamiz. Xo'p, demak bugun 3 ta Windows solishtirib ko'ramiz. Windows 7, Windows 7, Windows 10, Windows 11. Demak, 3 ta operatsion tizimlarimiz bir-biriga solishtirishda bizga demak protsessor, operativ xotira, videokarta, displey va qo'shimcha qurilmalar va tarmoq kerak bo'ladi. Demak, birinchi bo'lib Windows 7, demak ikkinchi Windows 10 va uchinchi Windows 11 operatsion tizimlari berilgan. Demak, Windows 7 operatsion tizimi 2009-yilda foydalanishga topshirilgan. Ya'ni ommaga butun yer sharida 2009-yildan boshlab Windows 7 ishlatilish boshlagan. Windows 10imiz 2015-yildan boshlab foydalanishga topshirilgan va Windows 11imiz 2021-yilda foydalanishga topshirilgan. Demak, birinchi bo'lib Windows 7da protsessorga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Demak, Windows 7 o'rnatishimiz uchun kompyuterimiz protsessori 1 GHz bo'lishi kerak. 32 yoki 64 bit uchun. Keyingisi Windows 10 uchun 1 GHz yoki undan tezroq ishlaydigan, ya'ni undan yuqori bo'lishi kerak. Demak, 1 GHz eng minimal talab bo'ladi Windows 10 uchun. Bundan keyingisi Windows 11. Windows 11 uchun demak eng kamida 1 GHz yoki undan tezroq, ikkita yadro, eng kamida 64 bit совместимый, ya'ni 64 bit razryadlarni qabul qilish kerak bo'ladi. Bu demak Windows 11 uchun. Demak, protsessor o'zida e'tibor bersak, bizda juda ham katta talab qo'yilgan. Ya'ni sistemaga nisbatan talablarimiz oshib boryapti. Keyingisi operativ xotira. Demak, operativ xotira bizda Windows 7 uchun 32 bitli razryad uchun, ya'ni eng kichkina va yengil Windows uchun bizda 1 GB bo'lishi kerak. 64 bitlik yuqori funksional Windows operatsion tizimi uchun bizda demak eng kamida 2 GB bo'lishi kerak. Keyingisi Windows 10 uchun demak 1 GB 32 bitlik va 2 GB 64 bitlik uchun. Demak, agar e'tibor beradigan bo'lsak, Windows 7 va Windows 10 uchun operativ xotira deyarli bir xil. Ya'ni operativ xotira talabi deyarli bir xil. Keyingisi Windows 11 uchun esa bizda eng minimal talab bu 4 GB operativ xotira hisoblanadi. Demak, Windows 11 qo'yishimiz uchun operativ xotiramiz bizda 4 GB bo'lishi kerak. Xo'p, keyingisi xotira, ya'ni ma'lumotlarni saqlash uchun xotira, ya'ni bizda hard yoki qattiq disk deb o'rganganmiz. Demak, bizda eng kamida Windows 7 operatsion tizimi uchun, ya'ni Windows 7 operatsion tizimi ishlash uchun bizda 16 GB 32 bitlik uchun va 20 GB 64 bitlik uchun kerak bo'ladi. Bundan keyin Windows 10 uchun eng minimal talab bizda 32 GB hisoblanadi. Bundan keyingisi Windows 11 uchun bizda 64 GB yoki undan yuqori. E'tibor bersak, Windows 7, 10 va 11 bizda talablari 3 xil ekan. Demak, Windows operatsion tizimini yangilagan sari xotiramiz ham shuncha ko'payib boryapti. Ya'ni xotiraga bo'lgan talab ham juda ham yuqori bo'lyapti. Xo'p, endi buni agar to'liq tushuntiradigan bo'lsam, agar e'tibor bersanglar, kompyuterimizda ikkita xotira bo'ladi, ya'ni C, ko'pchiligini C bilan D, ya'ni lokalniy disk C, lokalniy disk D deb o'ylashadi. Xuddi shu disk haqida gaplashyaptik. Demak, C diskimiz bizda eng kamida, masalan, 20 GB bo'lishi kerak.
Windows 7 uchun, Windows 10 uchun 32 GB, Windows 11 uchun 64 GB va undan katta bo'lishi kerak. Demak, xuddi shu lokalniy diskisi haqida gap ketyapti bu yerda. Xo'p, endi bu yerda yana bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu faqatgina operatsion tizim uchun joylar, ya'ni 20 GB va C diskda bizda bilamiz, ya'ni qo'shimcha dasturiy ta'minotlar o'rnatiladi. Operatsion tizimdan tashqari turli o'yinlar bo'lishi mumkin, Office dasturlari, driverlar hammasi C diskda bo'ladi. Shuning uchun C diskimizda albatta bizda joyimiz bundan ko'proq bo'lishi kerak. Ya'ni operatsion tizimdan tashqari yana qo'shimcha dasturiy ta'minotchisi ham xotira ajratiladi. Xo'p, undan keyingisi video kartalar. Xo'p, demak, video signallar foydalanishimiz, ishlatishimiz uchun demak bizda DirectX 9-versiya kerak bo'ladi. Demak, VDM 1 poddershkasi bilan. Xo'p, undan keyin Windows 10 da bizda 9 DirectX 9 qabul qiladi yoki undan yangiroq bo'lishi kerak va 11 da bizda DirectX 12 mana talab. Ya'ni bizda DirectX 9 da Windows 11imiz ishlashi qiyin, ishlamasligi mumkin, nosozlikda kelib chiqadi. Xo'p, keyingisi display, ya'ni ekranimiz o'lchami, ya'ni nuqtalar soni desak ham bo'ladi. Xo'p, demak, Windows 7 uchun eng kamida 800 eniga va 600 bo'yiga nuqtalar soni bo'lishi kerak. Endi bu to'g'riroq aytadigan bo'lsam, hozir kundagi monitorlarimiz bizga to'g'ri keladi, lekin eski monitorlar, ya'ni trubkalik monitorlardan foydalanishimiz уже qiyin bo'ladi. Windows 7 va 10 uchun ikkitasi ham deyarli bir xil. Xo'p, demak, shundan kelib chiqadigan bo'lsak, bizda hozirgi LCD, ya'ni plazma yoki LCD yoki LED bo'lgan monitorlarimiz ikkitasiga ham to'g'ri keladi. Xo'p, undan keyin Windows 11 uchun bizda demak HD formatda diagonalimiz bizda 19 bo'lishi kerak. Bu 8 bit kanal bilan, ya'ni ranglar hisobga olinmoqda. Demak, juda ham yuqori bo'lishi kerak Windows 11 uchun. Bu keyingisi qo'shimcha funksiyalar, ya'ni Windows 7 o'rnatish uchun qo'shimcha dasturiy ta'minot talab qiladi. Xo'p, 11 uchun mana albatta 11 uchun ham bor. Windows 10 uchun qo'yilmagan talab. Undan keyin dasturiy ta'minot, qo'shimcha dasturiy ta'minot. Mana bu Windows 11 uchun talab etiladi. Windows 10 va 7 uchun demak qo'shimcha dasturiy ta'minot talab etilmaydi. Xo'p, ana endi bu yerda UEFI nima degan savolga javob berib ketaman. Demak, Windows 11 o'rnatilayotganda ko'pincha bizda muammo bo'ladi. Ko'pchiliklar Windows 11 yoki 10 qo'yishayotganda qiynalishadi. Sababi Windows 7 bilan 10 va 11 o'rnatayotganda bir-biridan farqi bor. Demak, Windows 7 bizda oldingi fayloviy sistemamizda ishlaydi, ya'ni eski tizimda ishlaydi. 10 bilan 11 emas, bizda UEFI tizimida ishlaydi. Xo'p, demak, bu yangi zamonaviy talab. Demak, Windows 10 va 11 uchun bizda UEFI versiyasi talab etiladi o'rnatilayotganda. Hozir ko'pincha shu ustanovka, ya'ni Windows ustanovka qilayotganda ko'pchilikda shu UEFI dan muammo bo'lyapti. Ustanovka qilolmayotganligini aksariyat sababi shu UEFI versiyani tanlashda hisoblayman. Ya'ni yoki noto'g'ri tanlashadi yoki tushunmasdan ustanovka qilishni boshlashadi. Hop, buni keyingi video darslarimizda to'liq tushuntirib beraman. Hop, undan keyingisi bizda tarmoq ulanishi. Hop, demak bizda
ulanishi shart emas. Misol uchun Windows 7 o'rnatayotganda bu tarmoqqa ulanish shart emas. Windows 10 uchun demak требуется, ya'ni talab qilishi mumkin bir nechta funksiyalarni ishlatish uchun. Keyingisi demak Windows 11 Home versiyasini, ya'ni bizda uy versiyasini o'rnatayotganda talab qilishi mumkin tarmog'i. Ya'ni internetga ulanib, uстановка qilishi talab qilishi mumkin. Faqat uy versiyasida, ya'ni домашний deyiladi. Domashniy versiyada eng yengil Windows 11 o'rnatayotganda demak bizga internetga ulanish talabi bor ekan 11lardan. Xo'p, demak qisqacha videomiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Xo'p, savolinglar bo'lsa izohlarda qoldiringlar, ya'ni to'liq tushuntirib berishga harakat qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalga a'zo bo'linglar.